Bizga quyidagi tenglama berilgan. Bu tenglamani ishlashda ko'pchilik qiladigan xato 6 ni kasr qismini tashqariga chiqaradi. Qo'shib yorib, birga tenglashtirib, bo'lib, hokazo qilib, xullas tenglamani yechadi. Bu xato, ya'ni biron bir x sonini kasr qismini k ga ko'paytirsak, haqiqiy sonlardan olingan k ga ko'paytirsak, bu kx ni kasr qismiga teng bo'lmaydi. Demak, bu xato tenglik. Buni qanday ishlaymiz deganda, x ning kasr qismini biron bir t soni deylik. Biz bilamizki, x ni kasr qismi 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. Ya'ni 0 dan katta yoki teng bo'ladi t, kichik bo'ladi 1 dan. Tenglikni yozib qo'yaylik. Shu tengsizlik o'rinli bo'ladi. Endi x ni t orqali belgiladik, x ni kasr qismini t orqali belgiladik. 6x ni ham kasr qismini t orqali belgilaymiz. 6x kasr qismi teng bo'ladi 1 minus t ga. Ya'ni bu yerga t qo'yib o'rayapmiz. X ni kasr qismi o'rniga. Endi x sonini yozib olsak, x soni bu x ning butun qismi plus x ning kasr qismi. Kasr qismiga teng bo'ladi, yig'indisiga teng bo'ladi. Buni 6 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, 6x teng bo'ladi 6 ta x ning butun qismi va plus 6 ta x ning kasr qismi. Endi buni mana bu 6x o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni kasr qismini ichiga yozadigan bo'lsak, 6 ta x ning butun qismi plus 6 ta x ning kasr qismi. Kasr qismi. Va yana kasr qism. Endi mana bu kasr qismning o'rniga t sonini qo'yaveramiz. 6 ta x ning butun qismi plus 6 ta t va kasr qism. Endi mana bu x ning butun qismi, ya'ni bundan biron bir n chiqadigan bo'lsa, x ning butun qismidan biron bir n chiqadigan bo'lsa, bu yerda 6n paydo bo'ladi. Ya'ni 6 butun, n ham butun. Umumiy hisobda butun bo'lyapti. Demak, bu butun narsani tashlab yuborsak bo'ladi, chunki kasr qism faqat kasrlar bilan ishlaydi. Demak, bu teng ekan 6 ta t ga. Demak, kasr qismi shu bilan bog'liq. Endi osonroq fikrlashimizga oson bo'lishi uchun mana bu 6 ta t ni biron bir y bilan belgilash kiritamiz. Endi y ni yozib olamiz. Y barobar y ning butun qismi plus y ning kasr qismi. Yokida farqi yo'q. Mana bu 6 ta t tenglik 6 ta t ning butun qismi plus 6 ta t ni kasr qismi sifatida yozishimiz mumkin. Endi mana bu 6 ta t ni butun qismlari haqida gaplashaylik. 6 ta t ni butun qismlari. T ni bu yerda yozganmiz 0 va 1 oralig'ida bo'ladi. Shuni 6 ga ko'paytirib o'rsak nima bo'ladi? 0 ni 6 ga ko'paytirsak 0 ligicha qoladi. 6 ta t kichik 6 bo'ladi. Endi bu oraliqda, shu oraliqda butun sonlar nechta va qaysilar bo'lishi mumkin? Ya'ni mana butun qismdan nimalar chiqishi mumkin? 0 chiqishi mumkin, 1 chiqishi mumkin, 2, 3, 4 va 5 chiqishi mumkin. Hech qachon 6 chiqmaydi, chunki 6 kirmayapti. Butun qismdan xullas shular chiqishi mumkin. Umumiy hisobda shuni mana bu 6 ta t ni butun qismini k orqali belgilash kiritamiz va k ni 0 dan 5 gacha bo'lgan sonlar to'plami deymiz. Buni ham yozib qo'yishimiz kerak. Shu oraliqda tushadigan sonlar deymiz. Endi bu yerdan mana bu tenglikdan 6 ta t ni kasr qismini topib olamiz. 6 ta t ning kasr qismi teng bo'ladi 6 ta t minus mana bu 6 ta t ni butun qismini o'rniga k sonini qo'yaveramiz. Minus k. Endi bu yerda yuqorida topgan edik. Qani edi? Kasr qismi mana. 6 ta x ning kasr qismi 1 minus t ga teng bo'ldi. Keyin bu yerda isbotladikki, mana bu
6x ning kasr qismi 6x ning 6t ning kasr qismiga teng bo'lib qoldi. Ya'ni bu ikkalasi teng bo'lib qoldi. Endi shuni tenglashtiramiz. 1 minus t ga tenglashtiramiz. Bu yerdan k ni topib oladigan bo'lsak, yoki bizga t kerakligi uchun t ni topib olaylik. Bu yerda 7 ta t barobar 1 plus k. T ni topib oladigan bo'lsak, 1 plus k bo'lingan 7. Xo'sh. Bu yerda chekliligi ma'lum, chunki k ni biz 0 dan 5 gacha bo'lgan oraliqda ekanligi, 0 dan 5 gacha bo'lgan sonlarligini bilamiz. Butun sonlarligini bilamiz. Demak, shunga mos ravishda t ham shunga chekli bo'ladi-da. K chekli bo'lgandan keyin yoki umumiy hisobda mana bu 1 plus k ni biron bir L soni bilan belgilaylik. Bu L endi qanaqa sonlar bo'ladi? Ya'ni k 0 dan 5 gacha bo'lgandan keyin L soni shunga 1 qo'shiladi. Demak, L sonimiz 1, 2, 3 va hokazo 6 bo'ladi. Ya'ni 1 qo'shilib ketadi. Endi t soni ma'lum. T ma'lum bo'lgandan keyin tenglama yechildi hisob. Chunki x ning kasr qismini t orqali belgilash kiritgandik. Va bu yerdan x topadigan bo'lsak, biron bir n plus t bo'ladi. Ya'ni sonning kasr qismi xossasiga ko'ra n butun son, t esa bu o'sha yechimi. Biz topgan yechim. Xo'p, t ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, n plus bu 1 plus k ni m deb belgilash kiritdik, l deb belgilash kiritdik. Bo'lingan 7. Demak, bu yerda n tegishli butun son. Xo'sh, L esa teng bo'ladi 1, 2, 3, 4, 5 va 6. Sonlarga teng bo'ladi. N esa ixtiyoriy butun son. Xo'sh, tenglama yechimi ham shu. X tenglik n plus L taqsim 7.